Assalomu alaykum. Arab tiliga kirish darsligimizni 31-darsiga keldik va bu tanvinlik harflar qoidasi. Tanvin bu harfning ustida yoki tagida ikkita fatha, ikkita kasra yoki ustida ikkita zamma alomati kelsa, shunda birinchisi shu fatha, kasra, zamma. Ikkinchisi esa sukunlik nun bo'ladi. Ushbu belgi so'z noaniqligini bildiradi. Eshituvchiga va gapiruvchiga bu so'z noaniqligini bildiradi, eshituvchiga ya'ni. Va faqat ismlarda bo'ladi. Demak, mana shu, ya'ni birinchisi shu fathani bildiradi deyapti. Ikkinchisi sukunlik nun. Ya'ni sukunlik nun. Bo'layotgan bo'lsa an bo'ldi. Kasrada i bo'layotgan bo'lsa in bo'ldi. Tanvin zammalik holatida mana zamma bo'ladi. U bo'lgan bo'lsa, mana bunday qilib turib yana bitta shu zammani keltirib qo'ysak, u emas, endi un bo'ldi. Birinchisi shu fatha, kasra, zamma, ikkinchisi sukunlik nun bo'ladi har doim. Demak, bilishimiz kerak bo'lgan joyi yana shundayki, faqatgina tanvin fathada bitta alif ziyoda qilib qo'shilib kelinadi. Ya'ni mana ba edi shu. Endi mana shu sukunlik o'sha nunni qo'ysak, tanvin qilsak, ban bo'ladi. Mana bu alif bu yoqda har doim fathalik bo'lgan holatda, mana fathalik tanvin bo'lgan holatda mana shu alif har doim qo'shilib keladi. Kasralik holatida kelmaydi. Zammalik holatida kelmaydi. Faqat tanvin fathada keladi. Shuni yaxshilab eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Endi o'qiymiz. O'qiganimizda tushunarliroq bo'ladi. Ya'ni mana an degani mana barobar mana bu an. Ya'ni birinchisi shu a bo'lsa, ikkinchisi sukunlik nun. In degani mana i, n, nun, sukunlik nun barobar in bo'ldi. Mana bu narsa, mana bu degani. Mana bu un, mana bu narsa, mana bu narsa degani. O'qiymiz. An, ban, tan, than, jan, han, xon, dan, zan, ron, zan, san, shan, son, don, ton, zon, an, g'on, fan, qon, kan, lan. Shu yerda ham e'tibor beradigan bo'lsak, mana lam harfi va bu yoqda tanvin qo'yayotgan bo'lsak, bitta alif ziyoda qilib kelamiz dedik-ku, mana alif ziyoda bo'lib turib lan bo'lyapti. Man, nan, wan, han, yan. Endi ko'ryapmizki, mana tanvin kasra, kasralik tanvinda hech narsa ziyoda qilib kelinmaydi. Mana bu alifga o'xshab ziyoda qilib kelinmaydi. In, bin, tin, thin, jin, hin, xin, din, zin, rin, zin, sin, shin, sin, din, tin, zin, ain, ghin, fin, qin, kin, lin, min, nin,
win, hin, yin. Zammalik tanvinda ham, tanvin zammada, ya'ni mana shu ko'rinishni ko'ryapsizku, bunday qilib turib. Bunday qilingani yana bitta shu zamma bor bu yoqda degani. Bunday holat ham bo'ladi, bunday holat ham bo'ladi. Bu ikkalasi ham shu tanvin zamma degani. Bunda hech narsa ziyoda qilib kelinmaydi, faqat shu harfning o'zi bo'ladi, shu tanvini bo'ladi. Un, bun, tun, thun, jun, han, xun, hun, xun, dun, zun, run, zun, sun, shun, sun, bun, tun, zun, un, gun, fun, qun, kun, lun, mun, nun, wun, un, yun. E'tibor beradigan joyimiz shundaki, tanvin faqat so'zning oxirida bo'ladi, o'rtasida bo'lmaydi, boshida bo'lmaydi. So'z faqat tugagan holatda bo'ladi. Endi mana u tugagan holatda bo'lsa agar, nega bu yoqda mana alifdan keyin kelyapti-ku deydigan bo'lsa agar, yo'q, bu holatda o'sha aytdik-ku, tanvin fatha bitta alif bilan keladi degani. U oxirida hisoblanadi bu ham. Oxirida degani ya'ni. U faqat o'sha tanvin fathani o'sha ziyoda qilib kelingan alifi. So'zning oxirida bo'ladi dedik. Endi buni ham o'qiymiz. Ko'p 2 harflik, 3 harflik, 4 harflik so'zlarda ham bo'ladi. Ko'p harflik ya'ni. Thawban, thawbin, thawbun, fawtan, fawtin, fawtun, laythan, fawjin, lawhun, fawqan, tawdin, awdhun, dawran, fawzin, qawsun, arshan, ardin, hawdun, sawtan, g'ayzin, shar'un, farg'an, khawfin, shawqun, darkan, hawlin, nawmun, lawnan, dalwin, sharhun. Yana bir joyga e'tibor berishimiz kerak. Tanvin tashdid bilan ham kelar ekan. Tashdid harfni ikkilantirsa, undan keyin shu tanvin bilan yakunlaymiz. Birinchi harfda ikkilantiramiz, keyin tanvin bilan shu so'zni tugatamiz, ya'ni. Mana shu yerda ummun, birinchi mim harfini ikkita qilyapmiz-da, keyin zamma bilan sukunlik nun qo'shib qo'yapmiz. Ummun, ya'ni ummun degani mana bu ummun degani. Ummin degani mana ummin degani. Umman degani mana umman degani. O'qiymiz buni ham. Habban, barran, jarran, massan, kaffan, mannan, sittin, sirrin, hillin, hissin, azzin, birrin, durrun, dhullun, ummun, khuffun, burrun, kullun, mubyaddan, muswaddin, musfarrun,
muhmarran, muhdarrin, muhtazzan, muhtajjin, munsaddun, mudarrin, muhtassun, mustariddan, mustahibbin, mustahillun, mustadillan, mustaiddin. Mana shu bilan bizni o'qishimiz nihoyasiga yetdi va bizda shu darsligimizni 31-darsimizni, ya'ni husni xati bor. Husni xati bizga tushunarlik. Buni ko'rib turib buni ustidan yozamiz. Buni ko'rib turib buni ustidan yozamiz va buni ko'rib turib buni ustidan yozamizda mana bu qatorda o'zimiz mustaqil demak yozamiz. Mana shunday qilib turib davom etib yozib boramiz. Bu oxirgi bo'limini ham bunga qarab turib buni ustidan yozamizda bunga mustaqil yozamiz. Va undan keyingi betimizda ham husni xatimiz bor. O'sha husni xatimizni buni ham shunday qilib turib bunga qarab turib buni ustidan yozamiz va 3-qatorini o'zimiz yozamiz. Bunga qarab turib buni ustidan yozib chiqamiz va 3-qatorini o'zimiz yozamiz. Mana shunday qilib turib davom etamiz. Buni ustidan yozamiz. Shu bilan bizni 31-darsimiz tanvinlik harflar darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.